Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Arab alifbosi va fonetikasi turkumidan navbatdagi 3-darsimizni boshlaymiz. اللغة العربية الدرس الثالث. Demek bugun ta va nun harflarini o'rganamiz. Rejamiz demek ikkita qismdan iborat. Ta Birinchi rejamiz ta harfi yozilishi va qo'llanishiga bag'ishlanadi. Ikkinchi rejamiz nun harfining qo'llanishiga bag'ishlanadi. Demek T harfi yoki ta'un harfi T undoshini ifodalaydi. Arab alifbosining 3-harfi to'rt ko'rinishli harf. Ya'ni oldingi darsimizda o'rgangan B harfimiz kabi bu ham to'rt ko'rinishli harf. Faqat B'dan nuqtalari bilan farqlanadi. B'da tagiga bitta nuqta qo'ygan bo'lsak, ta xuddi B kabi yoziladi va tepasida ikkita nuqta bilan ifodalanadi. Demek abjad hisobi 400. Demek biz yuqorida aytganmiz, abjad hisobi harflarning tartib raqamiga mos kelmaydi. Chunki u qadimiy an'analar bilan bog'langan. Taun harfi fatha bilan T, kasra bilan T, damma bilan tu tarzda o'qiladi. Demek tuffahun, tuffahun, tuffahun. Ya'ni tuffah, olma so'zida demek shunday ta harfi ifodalagan T tovush ishtirok etgan. Siz ta harfining to'rtta ko'rinishini ko'rib turibsiz. Alohida shakli, so'z boshidagi shakli, so'z o'rtasidagi shakli va so'z oxiridagi shakli. Ta harfi to'liq satrdan tepada yoziladi. Demak, birinchi asosiy qismi o'ngdan chapga qarab yoziladi. So'ng o'ng tarafdagi nuqta va chap tarafdagi nuqtani qo'yamiz. Ikkinchi harfimiz nunun harfi ne tovushini ifodalaydi. Xuddi o'zbek tilidagi ne kabi talaffuz qilinadi. Arab alifbosining 25-harfi. Biz so'zlarni yozishimizda oson bo'lishi uchun, demak, harflarni tartib raqamiga ko'ra emas, ularning demak ishlatilishiga qaragan holda o'rganishni boshlaymiz. Arab alifbosining 25-harfi, shuningdek, nun to'rt ko'rinishli harf. Abjad hisobi 50. Fatha bilan na, kasra bilan ni, damma bilan nu tarzda. Demek nahlatun yoki nahla so'zi, ya'ni asalari so'zi mana shu harf ifodalagan tovush bilan aytiladi. Nahlatun. Demak, alohida shakli ko'rib turibsiz. Demak, alohida shakli satrdan pastda yoziladi. So'z boshi shakli esa xuddi B va T kabi satrdan tepada, faqat ular bilan nuqtasiga ko'ra farqlanadi. So'z o'rtasi ko'rinishi ham shunday, to'liq satrdan tepada, xuddi B va T kabi, faqat nuqtasiga ko'ra farqlanadi. So'z oxiridagi ko'rinishi esa demak satrdan pastda yoziladi, nuqtasi esa satrdan tepaga qo'yiladi. Demak, pastki qatorda siz alohida shaklning yozilishini ko'rib turibsiz. Bu yerda ta va nun harfi ishtirok etgan so'zlar yozilgan. Demak, o'g'il bolaga nisbatan, ya'ni muzakkar jinsdagi sen olmoshi ikkinchi shaxs olmoshi birlikda anta tarzda bo'ladi. Anta, sen, anta. Sen qiz bola. Demak, bu anti, anti. Bu yerda alif o'zidan keyingi harfga ulanmaganligi sababli nunning so'z boshi, ta'ning esa so'z oxirgi ko'rinishi yozilgan. Qiz, bintun, qiz, bintun. Qizlar, banatun, qizlar, banatun, qizlar,
Benetton. Demak, bu yerda nun harfining so'z boshi, so'z o'rtasi, so'z oxiri va alohida ko'rinishi. Nafizatun oyna, manzilun uy, nahnu biz, laymunun limon. Mavzuni mustahkamlash uchun esa quyidagi savollarga javoblarni yozing. Ta harfi necha ko'rinishli harf? Nun harfi necha ko'rinishli harf? B, T, nun harflarini nuqtalarga ko'ra farqini ko'rsating. Demak, hurmatli talabalar, siz vazifalarni bajarishda quyidagi adabiyotlardan foydalanishingiz mumkin. Ularning ro'yxati ekranda taqdim etilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.